Diqqat, mart oyi pensiyasini kutayotgan o'zbek pensionerlari uchun bugun ajoyib yangilik e'lon qilindi. Barcha O'zbekiston fuqarolariga ushbu xushxabarni tezda yetkazing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, pensiya yoshiga yetgan shaxslarga jamg'arilgan pensiya avtomatik to'lab beriladi. O'tgan yili O'zbekistonda pensiya yoshiga to'lgan shaxslarga u murojaat qilmasa ham pensiya tayinlashi belgilangan edi. 2026-yilgi davlat dasturiga ko'ra pensiya yoshiga yetgan shaxslarga jamg'arib borilgan pensiya hisob varaqalaridagi mablag'lar ham avtomatik to'lab berilishi tartibi yo'lga qo'yiladi. 1 dekabrdan boshlab pensiya miqdorini oldindan aniqlash xizmati joriy etilishi kerak. Ya'ni endilikda O'zbekistonda pensiya yoshiga yetgan shaxslarga shaxsiy jamg'arib borilgan pensiya va varaqalardagi mablag'lar shaxsning murojaatisiz proaktiv tarzda vakolatli organlarning tashabbusi asosida to'lanadi. Bu Prezident farmoni bilan tasdiqlangan 2026-yilgi davlat dasturida ko'zda tutilgan. Tegishli hujjat loyihasini ishlab chiqish muddati 2026-yil sentyabr deb belgilandi. Hujjatda shuningdek davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan quyidagi toifadagi talabalarga ularning murojaatisiz talabalar turar joyga qabul qilinganligi bo'yicha yo'llanma ham berilishi nazarda tutilgan. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan talabalarga, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar farzandlariga va 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan talabalarga. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiya yoshiga to'lgan shaxslarga ularning arizasisiz proaktiv tarzda pensiya tayinlash yo'lga qo'yilgan edi. Ma'lumot uchun 2025-yil yozida qabul qilingan Prezident farmoniga asosan 2026-yil 1 dekabrdan boshlab pensiya miqdori oldindan aniqlash xizmati ham joriy etilishi kerak. Hozirda fuqarolar shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqalaridagi mablag' miqdorini Davlat xizmatlari portalida ko'rishi mumkin. Avvalroq Davlat xizmatlari portalida va ilovasida pensiyani naqd shaklga fuqaroning o'zi o'tkazish xizmati ham ishga tushgan edi, deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabin, xabarlarimiz YouTube'da keng tarqalib barcha fuqarolarga yetib borishlik tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.